Assalomu alaykum barchaga. Sevaraxon, sizni kanalingizni kuzatganimizdan beri vazifalar haqida gaplashasiz. Ya'ni gapirasiz, tushuntirasiz, bildik, tushundik, lekin nimagadir buni amalda qo'lla olmaymiz. Amalda qo'lla olmaslik sabablaridan bor, albatta. Bunga niyat muhim, ahamiyatga ega, ya'ni nima niyatda qilayotganingiz muhim. Biz biron bir o'sha o'zimizni vazifalarimizni qilishda qilib bo'lganimizdan keyin yoki hali qilib ulgurmasimizdan fantaziyalarimizda nimanidir kutamiz evaziga. Agar men shu vazifalarimizni qilsam, shirin so'z, yaxshi so'z eshitishim xohlayman, e'tibor qilishini xohlayman, maqtashlarini xohlayman deb kutasiz. Lekin turmush o'rtoq unday qilmaydi. Nima sababdan? Chunki kutganingiz uchun. Niyat muhim ahamiyatga ega dedik. Sizni u vazifangiz, siz unga hech narsa kutishingiz va o'shani narxlamasligingiz kerak. Ya'ni bepul qilishingiz kerak. Tekinga. Biz ayollar ota-onamizga, turmush o'rtog'imizga, farzandlarimizga, mana shu oilamizga bepulga munosabat qilishimiz kerak. Munosabatlarimiz, vazifalarimiz bepul bo'lishi kerak. Endi aytishingiz mumkin, qanaqasiga bepul bo'ladi? Bizga ham qaytarish kerak. Biz shuncha ish qilganimizdan keyin, vazifalarimizni bajarganimizdan keyin turmush o'rtog'imiz ham nimadir qilish kerak-ku, faqat biz qilmaymiz-ku deyishingiz mumkin. To'g'ri. Agar kutmasangiz, agarda hech narsa kutmasdan shunchaki vazifam deb qilsangiz va kundan kunga o'sha vazifangizni chiroyli qilishga harakat qilaverganingiz sari turmush o'rtog'ingiz ham sizga 2 karra ko'paytirib qiladi. Demak, aytganimdek, biz o'zimizning vazifalarimizni bepulga qilishimiz kerak. Ichimizda bepul qilishimiz kerak. Shunchaki niyat qilib qilishimiz kerak. Vazifam ekan, mana shu vazifamni chiroyli ado etishni niyat qildim. Har bitta ishda, har bitta qilayotgan yumushda niyatni yangilab turish kerak. Shunda qilayotgan ishingizda sifatli, barakali, chiroyli bo'ladi. Og'iz bilan aytish shart emas, ichingizda o'tkazsangiz bo'ldi niyatni. Niyat ichdan bo'ladi. Ichda o'tkazilgan niyat haqiqiy niyat hisoblanadi. Ya'ni haqiqiy qanaqa niyat qilinadi, u endi har bitta inson o'ziga bog'liq. Shuning uchun birinchi o'rinda niyat muhim. Ikkinchi o'rinda bepul qilishingiz muhim. Bepulga. Shunchaki. Pullik emas, bepul. Bepul deganim o'sha maqtovlarsiz, rahmatlarsiz, telefonda ko'rib olgan, Instagramda ko'rib olganingiz, kimgadir gul sovg'a qilgani, kimgadir tilla sovg'a qilgani, mana shularsiz, shunaqa kutuvlarsiz bajarishingiz kerak. Ana shunda siz kutmagan narsalar hayotingizga kirib keladi. Eng asosiysi qalbingizda xotirjamlik kirib keladi. Agar bu vazifalarni qanday qilish kerak, nima qilish kerak o'zi asli vazifalarimni bilmayman. Ayollik vazifalarimni, onalik vazifalarimni, farzandlik vazifalarimni deydigan bo'lsangiz, biz 5-sentyabrdan boshlanadigan kursimizga taklif qilamiz. Va barcha savollaringizga o'sha joyda javob olasiz. Assalomu alaykum.